Keyingi misolimiz sinus alfa minusdan 5 taqsim 13 ga teng va alfa 3-chi chorakka tegishli bo'lsa, ya'ni pi 3pi taqsim 2 oralig'ida bo'lsa, tangens alfani topish kerak. Tangens alfani topish uchun biz oldin kosinus alfani topib ketamiz. Kosinus alfani formulasi kosinus alfa teng ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa. Endi buni ham oldida plus minus bor. Qaysi ekanligini topish uchun bizga yana alfani qaysi chorakka tegishli ekanini topish kerak. Shu formuladan foydalansak, ya'ni 0 pi taqsim 2 pi 3pi taqsim 2 hamda 2pi desak, pi va 3pi taqsim 2 bu mana bu joy, ya'ni bu yer 3-chorak. 3-chorakda kosinus manfiy. Demak, oldiga minus qo'yamiz. Minusdan ildiz ostida 1 minus sinusning kvadrati, ya'ni minusdan 5 taqsim 13 ning kvadrati teng minusdan ildiz ostida 1 minus mana bu minus kvadratda yo'qolib ketadi. 25 taqsim 169 teng, buni hisoblasak 144 taqsim 169 bo'ladi. Buni ildizdan chiqarsak minusdan 12 taqsim 13. Kosinusni topdik. Endi tangensni topish uchun sinus alfa taqsim kosinus alfa formulasidan foydalanamiz. Sinus alfani o'rniga minusdan 5 taqsim 13, kosinus alfani o'rniga esa minusdan 12 taqsim 13. 2 minus bir-birini yo'qotib yuboradi. Maxrajdagi 13larni ham yo'qotib yuborsak, minuslarni ham yo'qotib yuborsak, shunda javob 5 taqsim 12 ekan. Buni osongina kotangens alfani topib qo'ysak bo'ladi. Bunda 12 taqsim 5 bo'lar ekan. Davom etamiz. 3-misolimiz agar kosinus alfa minusdan 12 taqsim 13 va alfa pi 3pi taqsim 2 oralig'ida bo'lsa, kotangens alfani topish kerak. Sinus yoki kosinus berilganda, birortasi berilganda avval uni sherigini topib olish kerak. Ya'ni hozir bizda kosinus berilgan bo'lsa, biz oldin sinusni topib olamiz. Shunda ishimiz oson chiqadi. Sinus alfani topsak, sinus alfa teng ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfa. Endi buni oldidagi ishorasini bilish uchun bizda pi 3pi taqsim 2 bu 3-chorak. 3-chorakda sinus manfiy. Teng minusdan 1 minus kosinusning kvadrati, ya'ni minusdan 12 taqsim 13 ning kvadrati teng minusdan ildiz ostida 1 minus 144 taqsim 169 teng ildiz ostida minusdan 25 taqsim 169 teng minusdan 5 taqsim 13. Endi sinus bilan kosinus topildi. Kotangensni to'g'ridan-to'g'ri topib qo'ya qolamiz. Ya'ni kosinus alfa taqsim sinus alfa. Kosinusni o'rniga qo'yamiz minusdan 12 taqsim 13. Sinus o'rniga esa minusdan 5 taqsim 13. 12 taqsim 5 chiqar ekan. Tangens alfa esa 5 taqsim 12. Keyingi misolimiz sinus alfa teng 1 taqsim 5, tangens alfa teng 1 taqsim ildiz ostida 24. Tengliklar bir vaqtda o'rinlimi degan savol. Buni o'rinli yoki o'rinli emasligini topish uchun sinus berilgan, misol uchun bizga faqat birinchi tenglik berilgan deb olamiz. Birinchi tenglikdan tangensni qiymatini topganda, aynan shu topilgan tangens alfa mana bu yerdagi qiymat bilan bir xil bo'lsa, demak bu ikki tenglik bir vaqtda bajarilgan hisoblanadi. Agar har xil bo'lsa, bu ikki tenglik bir vaqtda o'rinli bo'lmaydi. Demak, bizga sinus alfa berilgan, tangens alfaning qiymatini topamiz. Buning uchun avval kosinus alfani topamiz. Kosinus alfa teng ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa. Bizga alfani qiymatini bermagan, qaysi oralig'da ekanini, shuning uchun plus minusga ahamiyat bermay ishlaymiz. 1 minus sinus alfani qiymati 1 taqsim 5 ning kvadrati teng 1 minus 1 taqsim 25. Buni hisoblasak 24 taqsim 25
Bu esa ildiz osti 24 ildizdan chiqmaydi. Maxrajdagi 25 esa 5 bo'lib ildizdan chiqadi. Endi tangensni qiymatini topsak, sinus alfa taqsim kosinus alfa teng sinus alfaning qiymati 1/5, kosinus alfaning qiymati esa ildiz osti 24/5. Bu 5lar bir-biri bilan qisqarib ketsa, javobimiz 21/24 ekan. Ya'ni ildiz ostisi bor edi buni. Yuqoridagi tenglik bilan bir xil bo'ldi, demak, bu ikkala tenglik bir vaqtda o'rinli. Javob X. Keyingi misolimiz 5-misol. Agar kotangens alfa ildiz osti 2 ga teng bo'lsa va alfa pi 3pi taqsim 2 oralida bo'lsa, sinus alfani topish kerak. Kotangensdan to'g'ridan-to'g'ri sinusni topish uchun bizada ayniyat bor. Ya'ni 1 plus kotangens kvadrat alfa teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Bundan foydalanib sinusni topib olsak bo'ladi. O'rniga qo'yamiz berilgan narsalarni. 1 plus kotangensning o'rniga ildiz osti 2 ning kvadrati teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Ildiz osti 2 ning kvadrati ildiz bilan daraja yo'qolib ketadi. 1 plus 2 teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Ya'ni 1 plus buni 3 deb ketamiz. 3 teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Ikki tarafni ham teskaralab olsak, sinus kvadrat alfa teng 1 taqsim 3. Sinus alfa teng shundan plus minus ildiz osti 1 taqsim 3. Endi buni yozish mumkin, ya'ni plusmi minusmi? Buni alfani oralig'i javob beradi. Alfa bu yerda 3-chorak. 3-chorakda sinus manfiy, shuning uchun minus ishora bilan olamiz. 1 ildizdan chiqadi. 1 taqsim ildiz osti 3 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Keyingi 6-misolimiz manfiy burchaklarda trigonometrik funksiyalar mavzusi, ya'ni minus alfa burchakdagi trigonometrik funksiyalar mavzusi. Ya'ni bunda bilishimiz kerak bo'lgan asosiy 4 ta formula, ya'ni sinus minus alfa bo'lgan holatda minusdan sinus alfa bo'ladi, ya'ni minus burchakdagi minus sinusni oldiga chiqadi. Kosinus faqat kosinusda shu minus yo'qolib ketadi, ya'ni minus oldiga chiqmaydi. Shunchaki kosinus alfa. Tangens minus alfa teng minusdan tangens alfa. Kotangens minus alfa teng minusdan kotangens alfa. Shu 4 talasini bilib misollarni ishlaymiz. Bu misolni davom ettiramiz. Teng. Demak, sinusni minus burchak minusdan pi taqsim 4 burchakdagi qiymatini topish uchun avval boshda qavs ichidagi minusni sinusni oldiga chiqarib olamiz birinchi formulaga ko'ra. Shunda minusdan sinus pi taqsim 4 kosinus minusni chiqarmaydi, ya'ni yo'qolib ketadi. Bu plusligicha qoladi. Kosinus pi taqsim 4 o'zi tangens minusni chiqaradi, lekin bu yerda kvadrat daraja bo'lgani uchun minus baribir ham yo'qolib ketadi. 2 marta kvadrat chiqadi, 2 marta minus chiqadi. Ya'ni tangens kvadrat minusdan pi taqsim 6 degani o'zi tangens minusdan pi taqsim 6 ko'paygan tangens minusdan pi taqsim 6 degani. Ya'ni bu ham oldiga bu minusni bu yerdagi minus oldiga chiqsa, mana bu minus ham oldiga chiqsa, 2 minus baribir ham plus bo'lib ketadi. Shuning uchun kvadrat minusni chiqarmaydi deb turib yodlab olsak o'zimizga yaxshi. Xo'p, shunda tangens kvadrat shunchaki minus yo'qolib ketadi, pi taqsim 6. Buni qiymatini qo'yib ketaman. 2 ko'paygan sinus 2pi dan 0 ga teng plus 1 teng. Endi minusni qo'ydik. Sinus pi taqsim 4 ildiz osti 2 taqsim 2, kosinus pi taqsim 4 esa ildiz osti 2 taqsim 2. Bu ham plus 1,5 ko'paygan tangens pi taqsim 6 da tangens pi taqsim 4 dan 1 taqsim ildiz osti 3 ning kvadrati, chunki tangensda kvadrat bor. Plus 2 ko'paygan 0 0 ga teng, yuzdagi
ortidagi 1 ni yozamiz. Teng bular qisqarib ketadi. Shunda 1,5 ko'paygan 1 taqsim ildizda yo'q. Ildiz daraja bilan qisqarib, ildiz yo'qolib ketadi. 1 taqsim 3 plus 1. 1,5 bilan 3 ni qisqartiraman. 2 qoladi bu yerda. 1 taqsim 2 plus 1 teng 1,5 deb qo'ysak. Keyingi 7-chi misolimiz. Buni ham yuqoridagi qoidalarga ko'ra oldin burchakdagi minuslarni yo'qotib olamiz. Demak, kosinus minusni oldiga chiqarmaydi. Ya'ni minus yo'qolib ketadi. 2a kosinus pi taqsim 3 ning kubi minus 4 ko'paygan. Bu yerda artib ketibman. Shunchaki a katangenasida. A katangens minusni oldiga chiqaradi. Shunda a ning ham oldiga yozib qo'yaman buni. Minusdan katangens pi taqsim 3 ning kubi minus plus 6 ko'paygan tangens 0. 0 bu radianda ham, gradusda ham baribir 0. Tangens 0 da 0 ga teng deb ketalik. Teng 2a ko'paygan kosinus pi taqsim 3 da 1 taqsim 2 ga teng kubi minusdan 4 ko'paygan minus katangens pi taqsim 3 da katangens pi taqsim 3 da 1 taqsim ildiz osti 3 yonida a'si bor kubi. Bu 6 ko'paygan 0, bu tabiiy ravishda 0. Endi 2 bilan 2 qisqarib ketadi. Bu yerda a ning kubi minus. Endi minusning kub darajasi. Minusning tok darajasi bo'lganda yana minus chiqadi. U minus oldidagi minus bilan o'rta plus bo'lib ketadi. 4 ko'paygan 1 taqsim ildiz osti 3 ning kubi. Buni ortiqcha tushuntirib o'tirmayman. 1 taqsim 3 ildiz osti 3 yonida a kub teng a kub plus 4 taqsim 3 ildiz osti 3 a kub. Maxrajdagi irratsionallikdan qutqarib qo'ysak, a kub plus ildiz osti 3 ga ko'paytirib yuborsak, surat maxrajini 4 ildiz osti 3 taqsim 9a kub. Yoki mana bunga ham 9 dan berib yuborsak, 9 plus 4 ildiz osti 3 taqsim 9a kub deb yozib qo'ysam bo'ladi. Keyingi 8-chi misolimiz. Minuslarni yo'qotib olamiz. Boshda kosinus minusni chiqarmaydi, yo'qolib ketadi. 3 pi taqsim 2 yana kosinus. Kosinus o'zidagi burchagidagi minusni oldiga chiqarmaydi. Kosinus pi tangens esa chiqaradi. Minusdan 2 tangens pi minus yo'qolib ketadi. Sinus ham oldidagi minusni chiqaradi. O'zini burchagidagi minusni oldiga chiqaradi. Shunda sinus 2pi. Endi buni burchakdagi qiymatlarini jadvaldan yozib olamiz. 3 pi taqsim 2 kosinus 3 pi taqsim 2 da 0 ga teng. Kosinus pi da minus 1 ga teng. Minus tangens pi da 0 ga teng. O'zi tangens ham, sinus ham butun pilarda 0 ga teng. Ya'ni 2 ko'paygan 0 minusdan 0 teng. Buni hisoblab qo'ysak, javobi minus 1. Keyingi 9-chi misolimiz. Agar alfa birinchi chorakda bo'lsa, tangens alfaga kotangens alfani qo'shganimiz 2 dan katta bo'lishini isbotlash kerak. Isbotlang degan misol. Xo'p, tangens alfa plus kotangens alfani biz yozishimiz mumkin. Tangens alfani sinus alfa taqsim kosinus alfa, kotangens alfani esa kosinus alfa taqsim sinus alfa deb yozsak bo'ladi. Endi bularga maxraj tenglasak, kosinusi bor maxrajiga, kasriga sinusdan beramiz. Bunga esa kosinus alfadan beramiz. Shunda buni qiymati sinusni sinusga ko'paytirsak sinus kvadrat alfa
Kosinsni kosinusga ko'paytirsak, kosinus kvadrat alfa. Bularni ikkalasini ham mahraji sinus alfa ko'paygan kosinus alfa bo'ladi. Endi bu bilamiz, bu trigonometriyaning asosiy ayniyati, ya'ni 1 ga teng. Shunda bizning tengligimiz bo'ladi 1 taqsim sinus alfa ko'paygan kosinus alfa. Teng. Buni suratini ham mahrajini ham 2 ga ko'paytirib yuborsam 2 taqsim 2 sinus alfa kosinus alfa bo'ladi. Endi bu formula bu. Buni qiymati bu ikkilangan burchak mavzusida o'tamiz hali. Sinus 2 alfa buni qiymati. 2 sinus alfa kosinus alfa bu sinus 2 alfani beradi, ya'ni 2 taqsim sinus 2 alfa. Endi bu kasrni minimum yoki maksimum qiymatini topishimiz uchun biz sinusni eng katta qiymati, sinus bilamiz, sinus ixtiyoriy burchakda sinusni qiymati 1 dan kichkina minus 1 dan katta. Endi 1 dan kichkina minus 1 dan katta bo'lgan sonni agar biz shu yerga olib kelib qo'ysak, 1 dan katta minus 1 dan kichkina minus 1 dan katta bo'lgan sonni shu yerga qo'ysak, ya'ni mahraj eng katta qiymati, ya'ni 1 ni qo'yganimizda mahrajga buni qiymati 2 chiqadi. Endi 1 dan kichkina sonni qo'ysak, misol uchun 2 taqsim sinus 2 alfa. Agar sinus 2 alfa 1 ga teng bo'lgan holatida 2 taqsim 1 teng 2 chiqadi. Agar sinus alfani o'rniga 1 taqsim 2 qo'ysak, misol uchun, unda 4 chiqadi. Sinus alfa 1 taqsim 8 ga ham teng bo'ladi. 1 taqsim 16 va hokazo. Ya'ni buni qiymati 1 dan kichkina, ya'ni 1 dan kichkina minus 1 dan katta. Ya'ni 0 ga cheksiz yaqinlashadi. Mahraj 0 ga yaqinlashgani sayin, ya'ni oldin 1 bo'lgan holatda 2 chiqdi. 1 bo'lganda 2 chiqdi. 1 taqsim 2 bo'lganda esa 4 chiqdi. 1 taqsim 3 bo'lsa, misol uchun 12 chiqadi hozir javobi. Demak, mahraj qanchalik kichiklashsa, bo'linma shunchalik kattalashadi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, bu tenglikni eng kichik qiymati 2 ga teng. Agar mahraj kichiklashaversa, bundan ham katta bo'lib ketaveradi. Ya'ni bu ifoda 2 dan katta yoki teng ekanligi isbot bo'ladi.